Respublika ta'lim markazi zimmasida qanaqa vazifalar bor? Bilmasangiz bilib oling. O'quvchilar uchun darsliklar aynan mana shu markazda yaratiladi. Darvoqe yana bir yangilik. Endi bog'cha yoshidagi farzandingiz uchun ham darsliklar aynan mana shu markazda yaratilishi rejalashtirilmoqda. Bizning bugungi ma'lumotlarimiz va lavhamiz ota-onalar uchun qiziqarli va foydali bo'lishi nazarda tutilgan. Hozir mana bu eshik ortida 2025-2026 o'quv yili uchun 11-sinflarga atalgan va chop etilishi rejalashtirilayotgan Davlat va huquq asoslari kitobining ayni muhokama jarayoni bo'lib o'tmoqda. Biz xalaqit bermasdan birinchi vaziyatni kuzatib boramiz. Ketdik. Avvalambor kitobni boshlanishida o'qituvchiga, umuman olganda maktabda ta'lim beruvchi ustozlarimizga yordam bo'lish uchun faollashtiruvchi savollar bu yoqqa qo'yilgan, ya'ni mantiqiy savollar ko'rinishida turli xil rasmlarga bolalarning diqqatini jalb qilgan holatda ustozlarimiz darslarni, demak, interfaol yo'l bilan boshlashga harakat qilishadi. Ana undan keyin sekinlik bilan aynan mehnatga oid huquqiy munosabatlar bo'yicha ma'lumotlar keltiriladi. Demak, shu o'rinda 42-modda bo'yicha xohlagan kasbni tanlash, aynan ota-onasi yoki birovlarning tazyiq ostida emas, o'zi xohlagan kasb egasi bo'lishi va o'zini kasbining ustasi bo'lishga harakat qilish boshlanadi. Shuning uchun ham mana Konstitutsiyamiz 42-moddamizda erkin kasb tanlash huquqi berib o'tilgan. O'quvchida o'ziga xos tasavvurga ega bo'lish uchun misol va izohlar ham keltirib o'tilgan. Albatta bu hali boyitiladi. Bu loyiha ko'rinishi, dizaynda va boshqa ko'rinishlar bilan, demak, hali bu darsimiz yanada chiroy ochib boradi. Bu jarayonda biz savol berish texnologiyasidan foydalanik. Pedagogik texnologiyalarning eng dolzarb masalasi bu savol berish. Oddiydan murakkabga va mazmunga o'tish jihatiga e'tibor berdik. Qarang, topshiriq ketyapti, siz tadbirkorsiz. Xodimlaringiz uchun qanday mehnat sharoitlarini yaratgan bo'lardingiz? Ya'ni darslikdagi qo'yilgan savollarni tagida o'quvchini tayyor joyga borib mehnat qilishi emas, balkim uning o'zi mehnat joylarini, ish o'rinlarini yaratsin. Va mana shu ish o'rinlarini yaratganda xodimlarning haqqiga ham, davlatning haqqiga ham xiyonat qilmasin va o'zi imkoniyat darajasida o'zi o'sha xohlagan kasbni yanada rivojlantirsin. Sizga savolda masalan 45 minutda aytaylik, bolalarning soni 40 ta yoki 39-36 ta bo'lishi mumkin. Bu vaqtda o'qituvchi mana shu darsni bemalol o'tib, yo'qlama qilib, bolalar bilan bemalol muloqot, savol-javob hammasiga 45 minutda ulguradi deb o'ylayapsizmi? Albatta, mana shu narsalar hammasi e'tiborga olingan. Darslarimizni odatdagidek bugun nechta o'quvchi, bugun nima bo'ldi, ertaga nima bo'ldi, uy vazifa nima bo'ldi bilan boshlanmaydi. Bu topshiriqlarni hamma o'quvchi bajaradi deyishimiz emas. Maqsad o'quvchilarni mana shu dars jarayonida huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish. Kitobni har bitta qo'yilgan o'sha kichkina belgidan tortib, o'sha darslikda berilgan ma'lumot ham izchil o'rganilgan. Yana aytadigan bo'lsak, o'qituvchi uchun juda ham qulay. Bu yerda rasmlar ham gapiradi, berilgan ma'lumotlar ham mazmunan, maqsadli yo'naltirilgan. Bu qo'llanma, bu map, road map deydi-yu, yo'l xaritasi, ustozlar uchun yo'l xaritasi. Fanga oid kompetensiyalarni kiritganimizda 1-4-sinflarga biz 5 ta kompetensiya berdik, Cambridgedan olib turib. Tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish, yozish va tildan foydalanish kompetensiyalari. Bolalar nimalar qila oladi, o'quvchilar nimalar qila oladi yoki o'qib tushunishda ham hammasi o'sha batafsil, qisqa va lo'nda qilib o'qituvchilarga yetkazish uchun har biriga alohida to'xtalib o'tilgan. Juda ham ko'p holatlarda tilni muloqot uchun o'rganyapmiz ekan, u grammatika kerak emas, fonetika kerak emas degan narsa bor ko'pchilikning ichida, lekin aslida grammatika ham, leksika ham, gap tuzilishi bular hammasi juda ham kerak. To'g'ri va ravon gapirishlar uchun yoki chiroyli yoza olish uchun, ma'noli yoza olish uchun bu narsalar albatta kerak. Chunki grammatikada agar birorta jiddiyroq xato bo'lsa, ma'noni o'quvchiga yetkazib bera olmasligi mumkin. Shuning uchun biz hozir kommunikativ, ya'ni muloqotga urg'u berganimiz bilan aslida grammatika bilan leksikaga ham ko'proq urg'u berishimiz kerak. Siz guvohi bo'ldingiz, aynan hozir 1-4-sinf o'quv dasturining muhokama jarayonlariga. Aytib o'tish kerak, o'quv darsliklari 10 dan ziyod bosqichlar orqali dunyoga kelar ekan. Aynan hozir biz rasm chizish bosqichini birgalikda tomosha qilamiz. Tok-showimizda va aynan siz ko'rib turgan Mahalla telekanalida bu jarayonlar ilk marta efirga uzatilmoqda. Bizdan uzoqlashmaysiz. 2025-2026 o'quv yilida 8-sinf adabiyot kitobining 157-varog'ida tasvirlanadigan
Rasmlarni hozir e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Aynan qaysi jarayonni hozir siz jonlantiryapsiz? Hozir rus tili adabiyotini illyustratsiyalarini chizamiz. Bu yerda bobomiz Ulug'bekni rasadxonalari haqida ma'lumotlar bor. O'shanga atab rasmlar chizilyapti. Undan keyin qaysi bosqichlardan o'tadi bu? Rang beriladi bu aniqiga. Bu hozir qalam tasvir jarayoni. Siz qalam tasvir bilan ishlaysiz. Ha. Agar mana shu rasmni sal o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, tahrirlash imkoniyati bormi hozir? Uni boshidan chiziladi. Ha, unda boshidan chiziladi. Boshidan chiziladi. Bitta rasmni chizish uchun qancha vaqt ketadi sizda? Oson va qiyinchiligiga bog'liq. Bitta figurali rasm bo'lsa, ya'ni bitta insonni rasmi. Ko'p figurali insonlar bo'lsa, 1 kun 2 kun vaqt ketadi. Qadrli teletomoshabinlar, 2025-2026 o'quv yili uchun chop etilishi rejalashtirilgan rus sinflari uchun adabiyot darsliklarining rasm chizish jarayonini hozir birgalikda tomosha qilamiz. Bu yerda o'sha bizga mualliflar tomonidan qaysi holat chizilishi aytiladi. Keyin o'shanga qarab o'sha eskiz qilinib, keyin ular tasdiqlangandan keyin bo'yash jarayoni boshlanadi. Eng oxirgi bosqichlarda turibmiz. Hozir shu orqa fonlarda o'zingizlar ko'rgandirsizlar, tartib bilan etap-etap ketadi. Birinchi navbatda o'sha chizilish, eskiz jarayoni, ikkinchi etaplari bo'yalish va oxirgi bu dizayn versgacha sahifalarga beriladi. Teletomoshabinlarga aynan sizning qo'lingizni ham ko'rsatib o'tmoqchi edim. Qo'llarda mana shunday maxsus niqoblardan foydalanar ekansiz. Negaligini o'zingiz aytib bering. Bu asosan hozirgi kunda eng zamonaviy o'sha Xpen o'sha grafik planshetlardan foydalanamiz. Bu o'sha sensorli hisoblanadi. Qo'l bilan teganda o'sha ekranda muhimi tegmasligi va o'sha o'zini maxsus ruchkasi bor. Qo'l yaxshi yurish uchun, o'sha imkoniyat uchun aynan shu illyustratsiya rassomlar uchun qulaylik yaratiladi bu. Bitta kitobga qancha rasm chiziladi? Sanab ko'rdik, chunki bu baribir iqtisodga borib tarqaladi. Hozirgi kunda 57 ta bo'ldi. Menimcha 9-sinfga men o'zim o'tirib hisoblab chiqdim. 57 ta illyustratsiya. Bu katta kichikligiga qaramaydi. Chunki bizda asosiy hammasiga bir xil mehnat ketadi. Chizish jarayonida. Ayrimlar kichkina bo'lishi mumkin, lekin baribir o'shanda ham shu mehnat bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, hozir mening yonimda Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi boshqarma boshlig'i Dilshod opa Norboyeva turibdilar. Dilshod opa, yaxshimisiz? Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Xush kelibsiz. Rahmat. Farzandlaringizga qachon oxirgi marta bolalar adabiyotini sovg'a qildingiz? Kitob do'konlariga borib, jadid bobolarimiz haqidagi asarlarni olib berdim, sovg'a qildim. Chunki farzandim oliy ta'lim muassasasida hamda maktabning yuqori sinflarida o'qiganligi uchun mana shu adabiyotlarni sovg'a qildim. Yaxshi, o'zingiz bevosita mana shu ta'limning ichidagi insonsiz va onasiz ham. Bolalarning tarbiyasida, ta'lim olishida erkin mavzudagi adabiyotlarning o'rni qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Juda ham muhim. Tadqiqotlar ham buni isbotlagan. O'qish savodxonligi rivojlangan bolada matematik savodxonlik ham rivojlanadi, tabiiy ilmiy savodxonlik ham rivojlanadi. Ya'ni o'qish savodxonligi yaxshi bo'lgan bolalar barcha fanlardan yaxshi o'qiydi. Davlatimiz rahbari aynan bog'cha yoshidagi farzandlarimiz uchun ham yangi kitoblar to'plami chiqarish haqida e'lon berdi. Bunda nima ko'zda tutildi? Maktabgacha ta'lim dasturini maktab ta'limi bilan, ya'ni maktabning 1-sinfi bilan uzviyligini ta'minlash, buni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish. Maktabgacha yoshda, ya'ni tayyorlov guruhlari, o'sha 5-6 yoshli, 6-7 yoshli bolalar uchun matematika hamda tabiiy fanlar, texnologiya, STEM yo'nalishidagi, demak, didaktik adabiyotlar bilan bolalarimizni ta'minlash borasida ham aniq topshiriqlarni berdilar. Bugungi kunda Respublika ta'lim markazida o'sha maktabgacha maktab ta'lim vazirligining katta ishchi guruhi aynan mana shu yo'nalishda ishni boshlashdi. Bolaligimga qarasam, o'zimdan 4 yosh kichkina ukam ham men o'qigan darslikda ta'lim olgan va hozirgi kunda O'zbekistonda maktab darsliklari necha yilda bir marotaba chiqariladi. Demak, boshlang'ich sinflarda, 2-3 sinflarda 3 yilda bir marotaba yangilanadi darsliklar. Yuqori sinflarda esa 5 yilda bir marta darsliklar yangilanadi. Lekin
bizani o'sha hurmatli prezidentimiz tomonidan xorijiy tillar, aniq fanlar hamda tabiiy fanlarni o'qitilishini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bo'yicha topshiriqlari bor, alohida topshiriqlari. Mana shu topshiriqlarning ijrosi ustida bugungi kunda demak darsliklarni, aynan mana shu yo'nalishlardagi darsliklarni, xalqaro darsliklarni, xorijiy darsliklarni mahalliylashtirish ustida katta guruh ish olib bormoqda. Bizni oldimizga birinchi sinfdan, hatto birinchi sinf emas, balki bog'chadan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan o'sha davrda matematika fani bo'yicha darsliklarni, to'g'rirog'i davlat ta'lim standartlari, dasturlari va darsliklarni takomillashtirish vazifasi qo'yilgan. Hozir biz bu ishni boshlaganmiz. Dasturlar, standartlar qayta ko'rib chiqildi. Hozir shular asosida darsliklar yaratishga kirishildi. Mana shu o'quv yilida 5-6-sinf darsliklarini yangiladi. Chunki bularni navbat kelib qolgandi. Bilasiz, ijara tizimi o'sha vaqti kelgan, boya muddati bor, uzunroqli muddati va 5-6 almashtirdik. Bu yilga kelib yangi o'quv yilidan boshlab 7-sinf almashtiriladi. Keyin esa 8-9 va hokazo oxirigacha 11gacha olib boramiz.